Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Ebu Hamid el-Gazali, Hüccetül İslam, Ebu Hamid el-Gazali rahmetullahi aleyhinin tercüm hali, bu adamınki hayatı, tarihi, bu adam zaten kandak adam, kelip çıkışı, özün kiçikideki üsp, yetiliş jaryanı, kandak basqıçlarını beşini ötközgen, muşular bilen tanışıp çıkımız. Bu adamınki ismi acayip serxil. Yani 3 Muhammed'den terkip tapkan. Mesela nam şerpi Muhammed ibn Ahmed el-Gazali. Üze hazırki İran'daki Toz şehridir. Bu Khurasan'daki en meşhur şehirlerden buludu aynı vaxtıda. Bu adamdaki kunyası Ebu Hamid deyimiz. Ebu Hamid. Ama bu adamın kızı balığı hakkında azraq malumatlı var. Lekin oğullu yok. Lekin şuna bolsa Ebu Hamid deb kunyalangan. Bu adamniki en hürmet sazavar laqimi Hüccetül İslam. Hüccetül İslam. Yani bu İslamның hücceti degan bo'ldi. Yani bu İslamga hüccet olalığıdek derecedeki büyük allamildir. İslam tarixida iki şəxs var. Biri Şeyhül İslam, biri Hüccetül İslam dese, biri Gazali'ni, biri İbn Teymiyye'nin kösüdür. Bularning bu nam bilan hürmet namı dünyaya ayan. Bu adamniki hem de tug'ilib o'sib yetilgan jarayoni. Bu zat hem de Hicriye 450-yili tug'ilgan. Hem şu Xorasondagi eng mashhur shaharlardan To's shahrida, hozirgi İran'daki Nishapur o'lkasiga joylashgan. Yani bu devirler hem de Hicriye'nin 5. əsrləri. Hicriye'nin 5. əsrləri ilim fen naat güllengen ulemalar, yaxşılar, salihlar bilen bütün cihan tolgan bir devirler. Bu adam hem de aşu naat yaxşı boğan, muhiti naat güzel boğan bir ilmi muhitta ösüp çoğun boğanda. Ailesi naat muhafizkar. Yani dini talimatlarını çiğ tutup mağdığan din süyer kişilerden. Özü bu adamdaki dadısı nayeti doğru niyetlik, takvadar adam bulup, dadısı mı nayeti ilim ehlilerini yaxşı gördüğün, ulan hürmetleydiğin, özün halal emgiki, özün ki şu halal tariflenmeden kesip kılıdığın bir mehnetkar bir aile. Şunun için bu adamdaki dadısını şu jon tokup mesela şundan raq yoki binas tokup satılgan adam bo'lg'achqa şunu G'azal degan nom bilan mashhur bo'lgan. G'azal deganimiz mushtu to'qimchi babka degan bo'ldi ayni vaqtida. Dadisi shu jon toqqan shu babkachilikdan kirgan kirim orqali özünü ve ailesini şundan qamdaydı demdi. Şu jarayonda hamda G'azalininki dadisi turli ilmiy so'rinlar qatnashib turdi. O vaqtida cho'ng kat jamilarda, kat madrasalarda so'rinda ilm qaynagan. Çünkü bu Saljuqilarning eng gullangan davrlari bu. Shuning uchun ilm so'rinlariga berib, fiqh darslariga, ondan va'z nasihat darslariga qatnashib, shu yerda dars anglaydi ekan. Fiqh dersleriga qatnashgan vaqtida Alloh taoladan ey Allah, bana bir faqih o'g'il bergin deb tilaydi. Va'z nasihat darslari kelgan vaqtida ey Allah, bana bir vaiz o'g'il bergin deb tilaydi-da. Shundan qaragan vaqtida bu adamninki dadisi, G'azalininki dadisi turmush nayt oddiy, halal yashaydigan, lekin nayt oq ko'ngil, sada, Xudoga nayt bir iltical qilib turadigan munojatli odam bo'lsa kerak. Alloh subhanahu va taolo bu odamninki duosini ijobat qilib, Alloh bir o'g'il berdi, Muhammad va Nazir G'azali. Shu zamonning eng faqihsining biri. Fiqhiy maydondagi chavandoz. Yani bir o'g'li bo'lsa Ahmad G'azali. Bu tarixda bu akstin bu, yani bu inisi Muhammed'di ait o'tkir deyilgan. Bu ta'sirlik, balag'atlik, tili o'tkir,
vaz nasihati o'tkir bo'lgan bir voiz bo'lib yetib chiqqan. Buning vaz nasihatidan nurg'un xaloyiq haqiqatga qaytgan, to'g'ri yo'lni topgan. Ammo afsus, bularningki bu dadisi, Muhammadning dadisi, Ahmadning dadisi bu Muhammad. Bu ikki bolasi kichiklam. Muhammad G'azzali bilan Ahmad G'azzali kichiklam dunyodan oxirlashgan. O'lib ketgan vaqtida, sakrat vaqtida bu ikki bolasini o'zining bir do'sti bor ekan, og'aynisi. O'zini aytdi, yaxshi, solih odamlardan bo'lgan. Shu do'stlik topshirib ketdi. Buni vasiyat qilib mundoq deydi. Hamda men ilm o'rganmagan. İlimda jiq meningki dasmoyim, sarmoyim jiq yo'q. Shunglashqa men mush ikki bolam kichik qilib qoldi. Men qoldirib qo'ygan azroq bir mol dunyo bor. Shuni mush bolalarim uchun sarfiyat qilib, mushni bir ilmli qilib tarbiyalab qo'ygan. Bilimli qilib tarbiyalab qo'ygan deb nasihat qiladi. Mana bu yaxshi odam bu vasiyatga amal qilib, u ikkisini shu vaqtda maktabga berib, shu mol dunyoni sarf qilib, maktablarda o'qitib, hatto ota-onasi shu Ahmad G'azzalining dadasi qoldirib ketgan mol dunyo tugab ketkichilik, bu ishkaylarning ta'lim tarbiya, maktab ishlariga bu odam ko'ngil bo'ladi. Ko'ngil bo'ladi. Dadasiga bergan va'dasini amal qiladi. Qaranglar, ma sadoqatni. Bu ta'sirli sadoqat ma. Zamonimizda yetim bolalar qilib qolsa, tog'isining quliga qilib qoldigan ishlarga uchraymiz. Dadasidan qolgan molni tog'lari yeb oladigan, yo ammasi yeb oladigan bundaq bir jamiyatda yashayapmiz biz. Bundaq avvallarni jiq ko'rdik. Bolalar ko'ngil bilish emas. Dadasi qoldirib qo'ygan molni yeb oladigan, merosni yeb oladigan oilalarmi oz emas jamiyatimizda. Va qoldirib qo'ygan molni ikki bolasini tarbiyalash uchun bir og'aynisi, bir do'sti vasiyatni bu yerda ijro qilyapti. Alloh shularning hammasiga rahmat qilsin. Oxirida mol dunyo tugab ketdi-da, tugab ketgan vaqtida bu G'azzaliniki qoldirib tutuqladi desam bu yerda odatda. Mundaq debdi-da bu ishga aylangan. Dadangni qoldirib qo'ygan mol dunyoning hammini sizlarga sarf qilib ishiltib bo'ldim. Buni bilasizlar. Men bu kambag'al, oddiy bir odam. Mening melim yo'q. Qo'lim g'o'rgil. Men sizlarga yana texmen o'qishni davomlashtiray desam, qo'limda mol dunyo yo'q dedi. Men aqko'nlikni qaranglar. Men sizlarga eng yaxshisi bir maslahat beray. Bir maktabga kiringlar. Sizlar shu maktab kirgan vaqtinglarda o'zingizning umum chiqiminglarni shu maktab to'laydi, beradi. Shu yerda yotadigan joy, yeydigan yemeklik hamma narsaga sizlar erisha olasizlar deb. U vaqtdagi maktablar bizning Qashqardagi ayni vaqtdagi xalq madrasalarga o'xshaydi. Davlatdan uningki moliyasini ko'tardi, Saljuqlar davlati bular nizomil mulklar masalan. Shu maktabning butun chiqimini berdi. Bular yaxshi o'qigan odamlarga, o'quvchilarga nisbatan maktabniki oliy darajada sarfiyati bor. Shuning bilan bu G'azzaliniki bu tutuqladisi bu ishgalarni maktabga kirib bergandan keyin bular shu maktabda ilm o'rganishga boshlaydi. Bu tunji qitim Nishapurning to'st bo'layotgan voqealar. Mana mushu yaxshi niyatlik odamning mush kichikkina bir yo'l ko'rsatish sababidan Ahmad G'azzali bilan Muhammad G'azzalining keyingi davrda chaqnishiga, bir baxt saodatga erishish sabab bo'lgan. Mana dunyoda siz bir odamga kichikkin bir yaxshilik qilsangiz, shu yaxshilikdan shu odam biz ko'zi ko'ringan bo'lsa, shu odam erishgan ajrdan sizmi qo'rqolmaysiz.
Ama biz cemiyetimizin hayatı vafasız cemiyetlerde yaşavatımız. Vafadar qarindoshlarimiz buni aytib ko'p. Ammo ko'pincha siz yaxshilik qilgan odamda sizga eng bu Xudoning sinqi bo'lsa kerak, yomonlik shundoq odamda aytib ko'p keladi. Nimishqa degan vaqtida u o'zini sizdan to'van tutadi. O'zini to'van ko'rganlikdan o'zini yuqori qilish uchun sizga yomonlik qilishga, sizga tuzko'rlik qilishga, nonko'rlik qilishga boshlaydi. Endi İmam G'azali rahmatullohi alayh bu hadislarni keyingi vaqtlarda hikoya qilib so'zlaydi. Biz asli ilmni Allohning rizoligini ko'zlamagan deydi. Bular asli qo'saq to'yg'izish uchun, shu yerda jon beqish uchun o'rgangan, maktab ichigan. Amaliyotda bu ilm faqat Alloh rizolik uchun bo'lish uchunla yaratilgan ekan. Bu ilm Alloh rizoligidan boshqani qabul qilmaydi ekan deydi. Bu haqiqatan G'azalining hayotida o'zining hayotidan eng yaxshi ilingan bir yakuniy dars ma'lum. Ilm Xudo rizoligidan boshqa niyatda bo'lib qolgan ilm odamni zavollikqa boshlaydi. Millatni zavollikqa boshlaydi. Ilm faqat Alloh rizoligi uchun bo'lishidan nayt samimiyatni talab qildi ilm. Saxtalik har qanday narsada bo'lsa, mesela azroq o'tib ketishi mumkin. Ama ilimde yo'q. İlimde saxtakorlik qat'iy qabul qilinmaydi. Chandirdi ilm. Ayni vaqtdagi maktablarniki umumiy tartib nizomi, u vaqtda qonun nizomi. O'quvchining yemek, ichmak, kiyim-kechak, turalg'u masalalarini hal qiladi. Bu ilmga bo'lgan shu vaqtdagi qiziqtirish, ilm ahliga bo'lgan bir ko'ni shu paytlarda. Hem de G'azalininki ilm o'rganish jarayoni. G'azali hem de ilm o'rgangan vaqtida qandoq bosqichlarni beshdan o'tkazgan deydi. Hem dastlabda bu odam o'ziniki dadasininki vafodor do'stining qo'lida o'rgangan. Chunki bu oksidan inisini bu odamga topshirgan. Ondan inisi aksi Ahmadul G'azali bilan maktabga kirgan bo'ladi. Ya'ni bu mu dadasining do'stininki maslahati bilan bo'lgan. Belki hem de onu dadası ölüp gitti bu iş yetimlikka deb maka deb bizne bağda yatırgıl silip yani bizne üne görüp pul tapqızıp yoki qo'yvaq qizib yassimi voy bilan qaridi deydigan odamlar chiqishi mumkin. Shunda qilsim qilishi mumkin. Ammo bu odam haqiqiy vafodor odam ekan. G'azalininki bu tutuqdasi haqiqatan vafodor acayip adamken bu. Belki G'azali ve Ahmed G'azaliga berilgan Xudoninki shu darajalari, shu ajrlardan bu odamni belki mahrum qilmaslik mumkin Alloh xolisa. Bu odam hem de bu Ahmed G'azali bilan bo'lib Muhammad G'azali o'zining dastlabki ilm nasibisini o'zining to'stki mashhur olim Ahmad ibn Muhammad Razkani deb o'qigan. Andi Jorjan'a berib Abi Nasr al-İsmaili'da ustaz tutib bu odamninki ilmidan foydalangan. Jorjanmi hozirgi nimada shu Ironda mesela biz vatanlarda madrasalarda o'qigan Avomil degan kitobni yozgan shu Jorjanilik bir Jorjanlik bir odam yozgan kitob shu. Al-Awamilu fin-Nahvi degan kitoblar. Bu aynı vaqtdagi İslam dunyosidagi muhim ilm markazlarining biri. Endi İmam G'azalininki yaxshi bir tarafi bu o'rgangan har qanday masalani mayli hikmatli so'zli bo'lsin, mayli o'ziga ta'sir qilgan masalalar bo'lsin, taliqat deydigan bir kichik bir xotir deb bir vaqtda mashq deb turadi. Buni yezib kelgan bu odam. Bu dersni yezish bilan birga o'rgangan odam bu haqiqatan bu talantliq. Bu ilmi bo'lgan ixlos bu. Ilmi bo'lgan hirsmanlik bu. Haqiqiy tirishchan hirsman o'quvchilar ilmni yozadi debdagi. Tarixchilarning bayon qilishicha
İmam Gazali Jorjandagi maktabidan hamda maktabini bitirib, To'sqa qaytibdi-da yo'lda. Jorjan bilan To'sqning oraliqi xili bor, necha kilometr oraliq. Onun ustiga bu Iranning cho'l ziminlar burunqi vaqtlarda. Bu qaroqchilar bu G'azalidagi butun narsalarni tatib olibdi. Onunda bir xojinni ilyapti-da, u xojinda ta'liqot degan muzakkirasi bor. Xotirasi bor, kundalik xotirasi yozganda. G'azali shu vaqt shunday deydi, ularning keynidan agishib, keyni kirib oldim dedi. Ve ularga dedimki, yalvarib, "Voy, mening bir xotir daftarim bor, shuni ham qaytarib beringlar. Sizlar undan hech qanday foyda ololmaysiz, sizlarga uning keragi yo'q. Men shuni ham qaytarib beringlar, mol dunyolarni olsanglar mayli" dedi. U talib qanchalik mol dunyo bo'ldi hamda. Agar bir kigiz gilam bo'lishi mumkin, yotgan ko'pay obdaroq. Shu ular depida o'g'ir qaroq til bilmaydi-ku hamda. Nima o'zi ta'liqating degan, muzakkirang, xotir daftaring nima degan gap u desa, degandikin G'azali debdi orliqda. Voy, mening ash xojinda mening kichik bir kitoblarim bor, bir yozgan o'zimniki xotirlar bor. Men mush bilimni anglab o'rganish uchun, ash bilimni yezish uchun men safar qilib shahrimni tashlab atayib berib kelgan. Uni qaytirib bermasang bo'lmaydi deb shunaqda. Degandikan bu qaroqchilar bundoq debdi. Voy, sendin tatib olsak bu xotirni yo'qolib ketgan qanday ilmkan? Yani sendin bir xotirni tatib olsak yozgan daftaringni, sen yani o'zingni ilmlik deb bilimdan deb chaqlamsa, deb shunaq debdi-da. Deb bo'lib, qaroqchilar tuta deb xojinni bu odamga topshirib beribdi. G'azali shunaq deydi. Bu nayt ajoyib ta'sir qilgan bo'lishi mumkin G'azaliga. Men bu o'g'irning bu degan gapini menga bir nasihat deb o'yladim dedi. Men shahrim To'sqa borgan vaqtimda men yozgan daftardagi narsalarning hammasini yodlab ketdim. Hatto mening keyin bulangchilar daftarimni ilivasimi men ash narsaning hammani biladigan darajada yodladim dedi. G'azalining onun ustiga g'urur kuchli, vicdan kuchli odamlik chiqib turdi ma'noda. Bir o'g'rining bir şapılaq bilan degan bir gapi bu odamga bir dars tutdi-da, hayotiga o'zgartgan. G'azali har qanday asosan ilmni yodlagan bu odam. Mana İmam G'azaliniki himmatini aytib burundan kichik dillamni aytib oli ilm o'rganayotgan paytida shundoq o'zing hatto hayot bosqichlarining hammasiga qaraydigan bo'lsak, G'azalini aytib himmatlik, g'ururlik, himmat haqiqatan aytib yuqori oli odam. Amdelikte G'azalining ilm o'rganishdagi ikkinchi bosqich, 3 bosqichdan boshlab 3-chi bosqich bo'ladi mana bundaqda. Birinchi To'sda o'qidi, ikkinchi Jorjanda o'qidi. Adramda Nishapur hamda shu o'lkaning eng cho'ng markazi. Shu Qashqa deganga o'xshash shu Iron Xorasondagi eng cho'ng ilm markazlarining birida. Ayni vaqtda nurg'un olimlar o'ltiraqlashgan. Hatto Imom Buxoriy ham o'shada bir mezgil o'rgangan va o'rgatgan hadislarni. Hem şu vaqtda İmamul Haramayn'da o'qigan deydi. İmamul Haramayn İmam G'azaliniki eng danglik ta'sir ko'rsatgan ustozlarniki biri. Bu odamni nima İmamul Haramayn deymiz, ikki haramning imomi degan bo'ldi. Bu odam o'sha haramda tug'an ayni keyingi mezgillarda. Asli Abul Ma'alil Juvayni buning ismi. Haramda turib Hemşeherde ilim ma'rifat bilan shug'ullanib qilg'achqa o'zining yurtida İmamul Haramayn deb nom berilgan. Haramladim shu nom berilgan. Chunki islom dunyosidan kelgan nurg'un odamga ilm o'rgatgan İmamul Haramayn. Bu odamniki matlab, undan boshqa nurg'un kitoblari bor. Usul fiqh haqida yozilgan bir kitobi bor, nihoyat mashhur Misrda. Dars qiladi, azarlarda. Shunday qilib İmam G'azali rahmetullahi alayh bir turkim o'zinki do'stlari bilan hammasi taliblar, o'quvchilar bular Xorasonning shu vaqtdagi eng cho'ng shahri bo'lgan ilm markazi Nishapur qarab mandi. Chunki bu Nishapur shahri nihoyat bayashat, onun ustiga nihoyat obod
alimlar, türlük ziyaliler toplaşkan bir jüt. Onun üstüge üyede İmam Gazali'ninki en dağınık ustadı İmam-ül Harameyn Ebul Ma'alil Cüveyni ba. Ebul Ma'alil Cüveyni ba. Bu Nişapur'daki en büyük adam. Yani bu Ebul Ma'alil Cüveyni'ninki hayatı nihayet pek güzel hayat. Ebul Ma'ali'ninki dadısı mı pek kat ulumaken aynı vaxtda. Şu vaxtdaki Xurasan'daki alimleri peygamberlik kemmeydi o. Eğer peygamberlik kep kalsa peygamberlik süpet tutulan adamda süpetligen. İmam-ül Harameyn'in dadısını. Demek nihayet ak gönül, nihayet takva ütken isilzade ailelerinde. Şu ceriyanda hem de Nişapur'a gelip Gazali İmam-ül Harameyn'den ilim ügendi, Kur'an-ı Şerif'i yadladı, acayip tirişti ilim igelleş için. Hatta fıkıh ilmi de, bunun da başka ilimlerde gözü görünerlik çaknadı bu adam. Bu fıkıh meselelerde bu adam şunda kengayip kirip gitti ki mezhep ilmi de, yani mezhep ilmi degenge bütün mezheplerin ihtilafını bilişte. Andın cedel degen diyalektika, munazir ilmi de, usul fıkıh ilmi de, logika, felsefe, hikmet ilmi de, hemmisi gözü gördü, bu pellenin hemmisini ait puxta igelledi. Bu adamın yaşı şu vaxtda 28 yaştan azraq, 28 kirgen vaxtı. Muş yukarıda deyilgen ilimlarınki hemmisine bu adam igellep buldu. Hatta şu devirdeki aşkın ideyadikilerge, batıl köz qarashdaki adamlarga bu adam munazir qo'zg'ab raddiya berishga boshladi. Ularning fikrlarini rad qilish uchun ilmiy usullar bilan raddiya yozishga boshladi. Bu adamniki o'ziniki tang tushlari, qurdoshlaridan ishib ketishi haqida. Hamda Imom G'azzalininki bu aqli idrokini his qilgan Imomul Harameyn hamda tang tushlaridan ishib ketdi. Bunu ko'rib o'ziga bir yordamchi, xalpat qilib oldi hamda, yordamchi. Şu arlıqda o'ziniki saboqdoshlariga dars berdi. Imomul Harameyn bo'lmagan vaqtida, yetishib bo'lmaganda dars berdi. Ustoz yo'q vaqtida dars o'tdi. Hatto ustoz bor vaqtida dars o'tib qo'ydi. Mana İmam G'azzalini sifatlab İmomul Harameyn mundaq degan. G'azzali shundaq keng cheksiz dengiz dedi. O bu cheksiz dengizga dedi. Biz orqaliq yetmedi dedi. O özünün tirishchanligi, ixlosi, ijtihodi, özün nefsini davamlıq yengen, nefsidin g'olib kelgan ishonchi orqali bunga erishdi dedi. Demek G'azzali o ilimde üstünlükni erishishlam emas, hatta nefsini yengişdimi şu vaqtida qurdoshlaridan g'olib kelganda, nefsini kontrol qila olgan, yengaligan. İnsanın nefsi nəhayət bir ağır bir bala. Bunun da adamınki iki taraftan tatip durdu. Şeytani tuyğu buldu adamda. Periştivi meliki tuyğu buldu. Periştivi meliki tuyğu insanı qaplab şu taraf tatip etken vaqtida insan nəhayət yaxşılıq cəhətdə örleydi. Ama şeytani tuyğu tatip etken vaqtida adam töven düşüdü. Mesela bununki en töveni türlü günah məsiyyətdən tatip, yuqursi ta kalbi kisellerden tatip şeriki bağıcı. Şuna muş kalbi kisel arqılıq adam nəhayət tola sınılıdı. Mesela üçmellik deyimiz, haset deyimiz, yamanlık deyimiz, şöhret perestlik deyimiz, obroy perestlik deyimiz. Mana bunun hemmisi muş nefsini yengishga ketadigan bir kuchlar. G'azzali muş nefsini bu yerda yengaligan. G'azzali shunday qilib o'ziniki Al-Munqiz minaz Zalal azg'unlikdan qutqazg'uchi kitob degan kichik bir 50-60 betlik bir kitobi bor.
Özü hacim kichik, mashhur kitap bu. Şu kitabıda özü hakkında mundaq deydi. Bir işlarning mohiyatini bilish mening kichik vaqtimdanlam Allah subhanahu va taala mening qalbimga bekitib etgan bir tabiatim edi dedi. Fitritim edi dedi. Bu mening ixtiyorligimda yoki mening o'zimningki mayilliqi bilan bo'lgan ish emas. Allah bekitib etgan dedi. Her ishni cho'qim mohiyatini bilish meningki birdan bir odatim edi dedi. Endi bu so'yimlik ustozi İmamul Haramayn ölüp ketgandan keyin bu adam şu vaqtdagi Saljuqlar padişahının veziri Nizamul Mulkning qishig'i bordi. Bu adam hem de Nishapurdagi askeriy lagerda o'ltiradi-da. U yerda nurg'un ahli ilmlar bor. Çünkü bu Nizamul Mulk uning ustiga ayni vaqtdagi butun ulamolarningki do'sti. Ülemalar bir inasiga ehtiyoj bo'lsa Nizamul Mulkni izlaydi. Çünkü Nizamul Mulk Nizamiye medresini bütün Saljuqlar davlati ichida eng taraqqiy qildigan zat. Bu ülemalarning boshpanoi edi bu odamning ustiga. G'azali hamda Nizamul Mulkningki so'rindagi nihoyatda katta buyuk ülemalar bilan munoziraga tushdi bu oraliqda. Ayni vaqtdagi ilm munozira orqali bo'ladi. Bir masalani o'tirib qo'ygandan keyin bularni bizim hozirgidek munozira jidal majra emas, bir-birini tillaydigan bu munozira olmaydi bu. O vaqtdagi munoziralar nihoyat ilmi. Qur'ondan, hadisdan, ulamolarning so'zlaridan, o'zining fikrlaridan dalil orqali o'zi o'tirib qo'ygan fikrni dalillash uchun tirishadi. Bir-birini hurmatlagan asosda qaysi tarafdan dalil kuchli kelsa boshqa taraf shuni e'tirof qiladi, hurmat qiladi. Bir-birini tushunmaydi o vaqtida. G'azali rahmatullohi alayhi shu vaqtida Nizamul Mulkningki so'rindagi katta buyuk ulamolarning hammasidan eshib ketdi. Hammasini yengib oldi bu yerda. Ulamolarmi bu odamning ortiqchiligini, bu fazilatini bu yerda e'tirof qilishdi. Nizamul Mulkmi G'azalini hurmatlashga boshladi. Çünkü Nizamul Mulkningki odati azaldan ilm ahlini hurmatlab kelgan. Darhol yorliq tushirib Nizamul Mulk o'zininki xilofat poytaxti bo'lgan Iroqning Bag'dod solgan Nizamiya madrasasiga bu odamni boshqarish, mudirlik vazifasini berdi. Ham uning ustiga dars o'g'itish salohiyati bilan yorliq tushdi. Mana bu sani bo'lmasa o'zinki rolni joriy qildirolmaydi G'azali. Mana G'azali 28-29-yilga vaqti mana bu. Bütün Bag'dodning mudirlik vazifasini oldida. Bag'dod vaqti nurg'un ulamolar bor, nurg'un kattalar bor. Bu odam darhol deydi. Bag'dodga yuzlanib, o'zining topshirilgan vazifasini o'rindash uchun Bag'dodga yo'lga chiqdi. Hamda şu Nizamiye madrasasida G'azali dars qilayotgan shu mezgillarda masalan Mahmud Qashqariyninki G'azalininki so'ronida ilm o'rganganligini Farhod Jilan Mahmud Qashqariy romanida bayon qilgan. Buniki bir ilmi tarixiy jihatda bir ilmiy asosi yo'q. Ammo lekin Imom G'azalining Bag'dodda dars o'rgatgan mezgilida Mahmud Qashqariymi Bag'dodda bo'lgan. Bag'dodga kelgan. Balkim ikkisini Bag'doddagi vaqti bir yerda kelgachga, bir yerda bo'lg'achqa, balki Mahmud Qashqariyni G'azalining qo'lida o'qigan degan bo'lishi mumkin. Balkim bu yiroq emas. Chunki G'azalining so'ronida 5-600 birmingacha shu vaqtdagi doniq ulamolari, mujtahidlar o'qigan Bag'dodda. Buning ichida Mahmud Qashqariymi bundan mustasno bo'lmasligi mumkin. G'azalining nom shuhrati unda katta bo'lgandan keyin Mahmud Qashqariymi cho'qim bu odamning ilm so'riniga kelib darsini tanishib baqidi bu odatda. Bu yiroq emas. Hozir bugunimizda shunday bir katta olim bo'lsa, izlab so'rab so'rinda dars anglaydigan avval hozir mavjud-ku. Ammo Farhod Jilani bu romanida Mahmud Qashqariyni nayt kichik bir bola Imom G'azalini nayt katta bir shayx chiqarib qo'ygan.
Muş jihatda bu Farhod Jilani bu romanda tüptün xatolashgan. Chunki Mahmud Qashqariyning ishi G'azzalidan xilolam cho'ng. Bu G'azzalining ishi 30-yil halqıgan bala o'limi vaqtida. Hamda G'azzalininki qolgan hayotini, Bag'dodlik turmushini biz keyingi darsimizda davom etaylik. Va sallallohu ala nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in.